Ne? Bola osh tuzalmay o'tirishibdi. Yur tezroq boraylik. Boraman meni olib qolma. Nimaga? Uyda ozgina ish bor ekan o'sha. Ya sen aldama meni. Sen gap topib qochyapsan. Nima bo'ldi? To'g'risini ayt menga. Yo, shkaflarni narigi xonaga olib o'tib, xotinim ruxsat berdi. Nima? Shkaflarni narigi xonaga olib o'tishimga xotinim ruxsat berdi. Yo. Ey, turinglar, tabiat. Hamma, sokin. Nima deyapsiz? Xotinim ruxsat berdi. Ya sen yashama bu hayotdasan. Bu tugaganing shu. Hop, bormaysanmi endi hozir? Xotinim ruxsat bormaysanmi endi? Sanday qalay kasriga sinfdoshlar bir o'tirib oqibatni ko'risholmayapti hech kim. So'rash bilan so'rashning farqi bor, Sen muloqot qilishni bilmaysan xotining bilan. Mana men so'radim, ruxsat berdilar-ku. To'xtatdi. Alo. Adillarni tava ko'rindi. Hop. 9 bo'lmasdan qafasda bo'laman. Hop.